Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Kadirli qarindoshlar. Men Abdulaziz Beştoğrak İstanbul'dan sizlarga Allohninki cennet selam bo'lgan. Assalomu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuhu degan salam bilan Facebook Kur'an halkımızınki Kur'an-ı Kerim ve izahlar tercümesi degan Enes Alim Ustaz'ınki 14 yıllık emgek neticesi bo'lgan bunu qo'limdagi Kur'an-ı Kerim yani ve izahlar Kur'an-ı Kerim ve izahlar tercümesi degan bunu kitapninki Zuhruf Sürü Zuhruf bilen Duhan sürüsü keldik 50. Facebook Kur'an halkımız Uygurca manasını birlikte öğünüp birlikte idrak kılımız. Bugün inşallah Ramazan'ın 27. keçisi nurgun yerlerde bu kadir keçisi de bilinidi. İnşallah bu keçimiz bizim kadri kıymetimizi belgeleydiğen bir keçi bula inşallah. Zaten insaniyetin kadrini belgeleş için, takdirini belgeleş için Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'ni bizge sunuqluq. Biz inşallah Kur'an-ı Kerim'den ibaret bir el-maide yani bir dastxandın qanchalik uzuqlansak ruhimiz şuncha toysa onunla İnşallah bedenimiz mi şuncha sağlam buludu degan gap qadirli qarindoshlar. Şoň biz hazır bununki Zuhruf suresi bilen onundan keyin Duhan suresi bilen 50. Facebook Kur'an halkımızını tamamlayımız qadirli qarindoshlar. Zuhruf suresi Zuhruf suresi Mekke'de nazil bo'lgan 89 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Roşen kitap bilen qasamki Allah subhanahu taala Kur'an-ı Kerim'de roşen kitap deb atadı. Tushengil olmaydigan, iniqsiz kitap demedi, roşen kitap dedi. Biz onu Arapça Kur'an kıldık. Aqlinglarni ishlatkeysizlar. Yani aqlni ishlatishni talab qilyapti qadirli qarindoshlar. Allah subhanahu taala aqlga agashsang cehennemle ko'p ketsa, shaytonmi aqlga agashganti degan bunu shaytoniy gapni qiladiganlar Allah subhanahu taolaninki Qur'oni Kerimda degan aqlni ishlatinglar degan hukmiga qarshi chiqqan bo'ladi. Eğer onu aklımız işletmesek roşan kitap ekanligini bilinmeyimiz qadirli qarindoshlar. O yenimizdeki asası kitapta mevcuttur, ulug'dur, hikmetlikdir. Sizlar haddidan oshquchi qavm bo'lganliginglar uchun biz sizlarni Qur'on bilan ogohlantirishdan voz kechamiz. Bayatın Kadir keçisi özel programda, alaydı programda Mustafa Aslam oğlu ustaz mı bunu sözlü kılıp öttü. Yani qanchalik bizge besim yoki olmasa qarşılık buluşunun qat'iy nazar biz sizlar haddidin oshquchi qavm bo'lganliginglar uchun biz sizlarni Qur'on bilan ogohlantirishdan voz kechamiz degan oyatni tamgı qilib bastı qadirli qarindoshlar. Biz ilgirkilarga nurg'un nabiy avatdiq. Ular o'zlariga kelganligi nabiyni masxara qildi. Shuning bilan biz o mushriklardan kuchlik bo'lganlarni halok qildik. Ilgirkilarning ahvoli Qur'onda zikr qilindi. Agar ulardan osmonlarni va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular chuqum g'olib kelguchi va bilguchi zot deydi. O zaminni sizlar uchun bir bushuk qilgan, borilgan yeringlarga bora olishinglar uchun zaminda yo'llar paydo qilgan zotdir. Yani aşu haddidan oshquchilar, yani mushriklar den so'rasang deyotdi. Zaminni, osmonni seni kim yaratdi, sana kim rizq berdi desa Allah deydi. Ular Allah'ni inkar qilmaydi ekan.
Ama şiiri kılırken kadarlı kardeşler. Bu hemmeden eşeddi bir işken. O asmandan ölçem bilen su düşürgen zattır. Biz o su bilen ölük zeminni tirildirdik. Silamu kabirleringlardan eni şundaq çıkırılsılar. O bütkül cüplerini yaratkan kemilerini ve bir kısım hayvanlarını silah üçün ulaq qilib bəgən zattır. O ulaqlarının uçlarıga mingeysile. Andın ularının üstüleriga yerleşip boğan çığınlarda Rabbinlarning nimetini esligeysile ve mundaq digeysile. Bizge bunu boysundurup bəgən zat ulug'dur. O boysundurup bəmiz idi. Bizden bunun küçümüz yetmeydi. Şübhisiz ki biz Rabbimizning huzuruga qaytquchilarmiz. Şundaqdı bu müşrikler Allah'ın bazı bendelerini Allah'ın bir parçası hesapladı. Şübhisiz ki insan aşkarı tuzkordur. Yani vahdetul vücut deydiğen bir itikadlı var kaderli qarindaşlar. Allah ile birleşip gitti ya Allah ondan başka hemen nesinin içinde Allah'ını körüsen deydiğen mandaq tuzkorluq nesile var kaderli qarindaşlar. Onundan saqlanыңlar. Ya ki Allah məxluqatның içinden kızlarını üzge elip oğullarını silige ayırdı mı? Ularning biriga özü Rahmanga loyiq ko'rgan qiz balaning xush xabari berilsa, ochiqidan yuzi qop-qora bo'lib ketadi. Ular zibu zinnat ishida tarbiyalanib o'sadigan va munozirada maqsadni uqtira olmaydigan qizlarni Allohning bir parchasi hisoblamdi. Ular Rahmanning bandalari bo'lgan farishtalarni chidab da'vo qilishdi. Ular farishtalarning yaratilishini ko'zlari bilan ko'rdimi? Ularning bu da'volari yaqinda yeziladi va ular so'roqqa tortiladi. Ular agar Rahman xolisida biz bularga cho'qinmaydik dedi. Ular bu so'zida hech bir ilmga asoslanmaydi, ular faqat biljirlaydi. Yoki biz ularga Qur'ondan ilgari bir kitob bergan bo'lib, ular o kitapni çing tututamdı. Yo'q. Ular biz ata boğularımızda bir yol istide bildik. Biz ularning izlaridan menip hidayet tapquchi kishilarimiz dedi. Men yapon tili o'rganayotgan vaqtimda Urumchida shu Xinjiangda shu deb bir yer bor. Xinjiang universiteti şehirde bir yaponlar vardı. Bir dostum yani hesaplasam olurdu. Sordum da dini davet qiliman deb. Agar sen bir dinga e'tiqod qilishga to'g'ri kelsa, nimaga e'tiqod qilish desam, ya agar dinga e'tiqod qilishga to'g'ri kelsa, men ota-onamga, dadamga e'tiqod qilaman dedi. O'xshash gap meni. Biz ota-bobolarimizni bir yo'l ustida bildik. Biz ularning izlaridan menib hidoyat topquchi kishilarmiz. Yani bizmi agar otam shunday musulmon bo'libdi ekan, yoki bo'lmasa otam manda debdiken aşı yolda mağamen atalarımız yoki burunqilar aşı yolda menepdiken biz aşı yolda to'g'ri tapdik, shu yolda mağımız degan bo'lsak, buni ayetlarga sep baqsaq bo'ladi ekan qadrli qarindoshlar. Zuhruf suresi Mekkada nazil bo'lgan 89 oyatlik surani birlikda o'rganyapmiz. 23. ayet. Shuningdek biz senden ilgari qandaqli bir yurtqa agahlandıruvchi emassak, o yurtning ko'ranglab terisiga sig'may qolgan erki odamlari biz ata bobolarimizni bir yo'l ustida bildik, biz ularning izlaridan mang'uchi kishilarimiz dedi. Evetilgen agahlandırğıç ulağa men sizlarga ata bobolaringlarning yo'lidan to'g'riroq bir yo'l elib kelgan bo'lsam, shunda qilamsizlar dedi. Ular biz sizlar elib kelgan yo'lga ishonmaymiz dedi. Shuning bilan biz ulardan intiqom oldik. Qarig'ina rostni yolg'on deguchilarning oqibati qandoq bo'ldi? Öz vaqtida İbrahim atasiga va qavmiga mundaq degan edi. Men sizlar cho'qinayotgan narsalardan ada judaman. Meni yaratgan zot mustasna. U meni to'g'ri yo'lga boshlaydi.
İbrahim bu sözünü özünün nesli işide davamlaşqıcı bir söz süpütüde kaldırdı. O keyinkilerini toğru yola qaytar deb şundaq qildi. İbrahimning nesliga kelsak, men İbrahimning evladı bolgan bu Mekke ahalisini ve ularning ata-bovalari ta ki ularga haq ve haqni bayon qiluvchi elchi kelganga qadar dunyo manfaatlaridan bahriman qildim. Ular özleriga haq kelganda bu bir sehrdir, biz bununla hergizmi ishonmaymiz dedi. Ular yana bu Kur'an nemişki şu iki yurtning kattilaridan bir adamga nazil qilinmadi dedi. Ey Muhammed, Rabbingning rahmetini ular taqsim qilamdi. Ularning dunyo hayotidagi turmush vositalarini ularning orasida biz taqsim qildik. Ularning ba'zisining darajasidan ustun qildik. Buni ularning ba'zisini haq berib ishqi solsin deb qildik. Rabbingning rahmeti ularning to'plagan narsalaridan yaxshidir. Agar insonlar bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, Rahmonga kafir bo'lganlarning uylarining turuslarini kumushdan qilatdik. Ularning yuqoriga chiqadigan shotularini, uylarining eshiklarini ve ular yo'lanchiklariga yo'nib istirohat qiladigan karvatlarini mo kumushdan qilatdik. Ularga zinnat buyumlari beratdik. Ularning hammasi dunyo hayotining vaqtliq manfaatidanla iborat. Rabbingning huzuridagi oxirat ne'matlari taqvodorlarga xosdir. Kim Rahmanning Qur'onidan yüz o'risa, uningga bir shayton musallat qilamiz. Shuning bilan bu shayton uning hamrohi bo'ladi. Şeytanlar ularni to'g'ri yo'ldan to'sidi. Ular o'zlarini to'g'ri yo'lda deb hisoblaydi. O kishi qiyomat kuni huzurimizga kelganda hamrohiga "Kashki sen bilan mening aramda mashriq bilan mag'rib orasidek oraliq, yiroqlik bo'lsa edi, sen nima degan yomon hamroh" deydi. Ularga bugungi pushaymoninglar sizlarga hech foyda bermaydi. Chunki sizlar zulm qildinglar. Sizlar azobda o'rtaq bo'lasizlar deyiladi. Ey Muhammed, sen gaslarga ağıltanamsan, yoki ko'rlarni ve oshkora gumrohda bo'lganlarni hidoyat qila olamsan. Biz ya seni vafot qildirgandan keyin ulardan intiqom olamiz, yoki biz ularning beshiga kelishini va'da qilgan azobni sana ko'rsatib turib, ularning beshiga keltiramiz. Shubhisizki biz ularga xoligimizni qilishga qodirmiz. O halda sana vahiy qilingan Qur'onga chin esil. Sen elbette to'g'ri yo'ldasan. Peygamberimning yo'li qaysi ekan? Muhammed aleyhisselamning qadrli qarindoshlar, Qur'on yo'li shundami ya? To'g'ri yo'l shu ekan qadrli qarindoshlar. O halda sana vahiy qilingan Qur'onga chin esil. Sen elbette to'g'ri yo'ldasan. Shubhisizki bu Qur'on sen uchun ve qavming uchun bir zikirdir. Yaqinda so'roqqa tortildilar. Yani zikirdir deb so'roqqa tortilishni davatidi. Yani qadrli qarindoshlar. Ey Muhammed, bizning sendan burun avatgan elchilarimizni so'rab baq. Biz Rahmandan g'ayrini ibodat qilinadigan ilahlar qilibdimizmi? Biz Musa'ni bir qism oyatlarimiz bilan Firavunga ve onun amaldorlariga avatdik. Musa ularga men olamlarning Rabbining elchisiman dedi. Musa ularga oyatlarimiz elib kelgan edi, birdilla kulib ketishdi. Asmaladiniz selam. Selamun aleyküm Şefik Ergün hocam. Arkadaşlara da selam söyleyeyim. Zuhruf suresi 48. ayet Mekke'de nazil olgan 80 qancha ayetdi bu?
89 ayetlik sure kadirli kırındaşlar. 48. ayeti keldik Zuhruf suresindeki. Yani kolumdaki bu kitap Edeli kıyırdaşlar Enes Hacim Ustazdınki 14 yıllık emgek neticesi boğan Kur'an-ı Kerim ve izahlık tercümesi deyen kitapnınki 492. betki keldik 500. betki yıkılışıp kaldık kadirli kıyırdaşlar 603 betlik bir tercüme yani biz ularga bir-birining çoğ ayetlerini kösetdik. Biz ularni to'g'ri yo'lga qaysun deb azoblar bilan jazoladik. Ular ey sehrgar, Rabbingning sana bergan ahdisi bo'yicha biz uchun uningga duo qilgin. Biz albatta to'g'ri yo'lga kelamiz dedi. Shuning bilan biz ulardan azobni ko'tarib etgan edik. Ular birdinla so'zdirdan yenib oldi. Firavun qavmining ishida nido qilib mundaq dedi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi menda emasmi? Bu o'stanglar mening ostimdan eqiyotmamdi. Ko'rmayapsizlar? Yoki men uningdan yaxshi emasmi? O qadrsiz va ochiq gap qilolmaydigan biridir. Nima uchun uningga oltin bilajikda tashlab berilmadi? Yoki nima uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi?" Firavun qavmini bu şekilde ahmaq etdi. Şunun bilan ular Firavunga itoat qildi, chunki ular haqiqatan fosiq qavm edi. Ular bizni g'azablantirgan edi. Biz ulardan intiqom oldik. Ularning hammasini g'arq qilib etdik. Ularning keyingilarga ibrat elinadigan bir o'tmish qildik. Ey Muhammed, Qur'onda Maryam o'g'li misol qilib ko'rsatilsa, sening qavming o misoldan xushal bo'lib, birdinla suran silib ketishidi. Ya mundaq deyishidi: "Bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki umi?" Ular jidal qilish uchun shundaq deydi. Ular haqiqatan jidalxo'r qavmdir. Maryamning o'g'li biz inom qilgan bir bandadan iboratdir. Biz uni Isroilning bolalariga ulgu qildik. Agar biz xohlagan bo'lsak, zaminda sizlarga o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni bar qilatdik. Maryamning o'g'li qiyomat uchun bir ilmdir. O holda qiyomat to'g'riliq shu bilan manglar, menga agishinglar, mana bu to'g'ri yo'ldir. Shayton sizlarni to'smasin. O sizlarning oshkora dushmaninglardir. İsa roşan delillarni elib kelib mundaq dedi: "Men sizlarga hikmatni elib keldim. Sizlar ixtilof qilishayotgan narsaning ba'zisi sizlarga bayon qilib berish, uchun keldim. O holda Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Shubhisizki mening Rabbim va sizlarning Rabbinglar Allohdir. Undaqda uningga ibodat qilinglar, mana bu to'g'ri yo'ldir." Ularning orasidan chiqqan guruhlar yanala ixtilof qilishdi. Bu sababdan o zolimlarga voy, chunki ular alamli kunning azobiga duchor qilinadi. Ular qiyomatning to'ymay qolgan chog'larida o'zlariga ushtumtut kelishini saqlayotdi. O kuni do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi, taqvodorlar mustasno. Allah taqvodorlarga mundaq deydi: "Ey bandalarim, bugun sizlarga hech qanday qo'rqinch yo'qdir va asla g'amkin bo'lmaysizlar. Ey oyatlarimizga iymon keltirgan va musulmon bo'lgan kishilar, jannatga kiringlar, sizlar va juftlaringlar kutilisizlar." Ularning atrofidan oltin liganlar va qadahlar aylantirilib turildi. Jannatda ko'ngillar tortadigan va ko'zlar bahrilanadigan har narsa bor. Sizlar uning ichida mangu qolasizlar. Ana shu sizlarga amilinglar uchun berilgan jannatdir. Ana shu sizlarga amilinglar uchun deyotdi. Qadrli qarindoshlar, berilgan jannatdir. Sizlar uchun uningda ko'p meva bor, uningdan yeysizlar.
Yani la ilahe illallah deb qo'yish bilan la onda asallam kirib ketmaydi ekanmiz. Onun bilan birlikda yana amal qilishimiz kerakligini ta'kidlabdi Alloh subhanahu taolo. 367 izohatni Mekke'de nazil bo'lgan 89 oyatlik bunu Zuhruf surasininki 61. oyatidagi Maryamning o'g'li qiyomat uchun bir ilmdir deganga Enes olim ustoz qandoq bir izohatni beribdi, birlikda o'qib baqayli jinim do'stlarim. Yani bu kitapta, bu tercümede, izahlı tercümede cem'i 486 tane izahat varken 367. izahatta ustaz Enes alim, yani Meryem'nin oğlu İsa'nın atsız yaratılışı insanların bedellerinin tufrakның astıda atsız hem anısız kayıtı yaratılışının mümkünlüğünü bildirdiğin bir ilimdir. Depto kaderli kıyındaşlar. ...494. betki geldik. Zuhruf suresi 74. ayetten 89. ayetkice okuyumuz. Şüphesiz ki günahkarlar cehennem azabı içinde mengü kalgıcılardır. Ulardan azap yenikitilmeydi. Ular azapның içinde ümitsiz bolguculardır. Biz ularga zulüm kılmadık, lekin ular zalim kişiler idi. Ular cehennemning küzetkisiga ey Malik. Ular cehennemning küzetkisiga ey Malik, Rabbim bizni öldürüp işimizni tugatsin deb to'laydi. Küzetçi sizlar mengu qalg'uchilar sizlar deydi. Ularga biz sizlarga haqni elib kelgan edik, lekin sizlarning ko'pchiliginglar haqni yomon ko'rgan deyiladi. Yoki ular bir ishni qaror qildimi, bizmi qaror qildik. Ular Allah bizning sirlarimizni ve yushurin qilishgan so'zlarimizni anglamaydi deb o'ylamdi. Amaliyotda ular o'ylagandek emas. Biz elbette anglab turimiz. Bizning turimiz. Onun üstüge ularning yanında elçilerimiz var. O elçilerimiz yezib turdi. Aytgan ki, eğer Rahmanның balası bo'lsa edi, onunğa çoqunuvchilarning avvali men bo'latdim. Asmanlarning ve ziminning Rabbi, erishning Rabbi, ularning bo'xtonlaridan pokdir. Ularni terk etkin, ular özlerining başlarına kelish va'da qilingan kuniga muloqot bo'lganga qadar gunohga cho'msin ve o'ynusin. O asmandimi ilah, zimindimi ilah bo'lgan zotdir. O hikmet bilen iş qilg'uchidir, bilib turg'uchidir. Asmanlarning, ziminning ve o ikisinin arasidagi narsalarning egisi bo'lgan zot nima degan ulug' qiyomatning qachon qoyim bo'lganligini faqatla u biladi. Sizlar uning huzuriga qaytirilisizlar. Kadirli kırındaşlar, hazır İstanbul'da Diyanet'nin takvimiga asasen ezan to'landı. Eğizni itidigan köpünç kırındaşlar şunda vaqt eğizni itibatıdı. Ama biz Kur'an-ı Kerim Sure Bakara'nınki, yani 2. sureninki 187. ayeti kadar ayeti küre tan yurğanğa kadar, aqyip bilen qarayıp ayrılğan kadar yeyimiz içimiz kaderli kırındaşlar. Allah şu izin verirlik. Şunlaşqa biz oquşumuzni davam qılaylı. Ularga biz sizlarga haqni elib kelgan edik, lekin sizlarning ko'pchiliginglar haqni yomon ko'rgan deyiladi. Yoki ular bir ishni qaror qildimi? Bizmi qaror qildik.
Ular Allah bizning sirlarimizni va yushurunqiga qilishgan so'zlarimizni anglamaydi deb o'ylamdi. Amaliyotda ular o'ylagandek emas. Biz albatta anglab turamiz. Uning ustiga ularning yanida elchilarimiz bor. O elchilarimiz yezib turdi. Aytqinki, agar Rahmanning balasi bo'lsa edi, uningga cho'qinguchilarning avvali men bo'latdim. Osmonlarning va zaminning Rabbi, arishning Rabbi ularning bo'htonlaridan pokdir. Ularni terk etkin, ular o'zlarining boshlariga kelishi va'da qilingan kuniga muloqot bo'lgan qadar gunohga cho'msin va o'ynasin. O osmondimi iloh, zamindimi iloh bo'lgan zotdir. O hikmat bilan ish qilguchidir, bilib turguchidir. Osmonlarning, zaminning va u ikkisining orasidagi narsalarning egisi bo'lgan zot nima degan ulug' qiyomatning qachon qoyim bo'lganligini faqat la u biladi. Sizlar uning huzuriga qaytirdingizlar. Mushriklarning Allohni qo'yib duo qilgan ilohlari shafaat qila olmaydi. Bilgan holda haqqi guvohlik berganlar mustasno. Agar ulardan sizlarni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta Alloh deydi. Ular yanada qandoqmi burilib ketadigandir. Allah elçisinin Rabbim şüphesizki bular iman etmeydiğin kavimdir degan sözünü mü bilidi. Şuna ulardan yüz örgün ve salam degan ular yakında bilidi. Qadirli qarindoshlar, Mekke nazil bo'lgan Zuhruf suresi 89 oyatlik surani o'qib tugatdik, jenim do'stlarim. Endi 27 minut bo'libdi qadirli qarindoshlar. Duhan suresi Mekke'de nazil bo'lgan 59 oyatlik surani birlikte o'rganamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Roşen kitap bilan qasamki, yenilam roşen da'vatida qadirli qarindoshlar, Kitabul Mubin, Kitabil Mubin. Roşen kitap bilan qasamki, biz Qur'onni muborak bir kechida nazil qildik. Chunki biz agahlandırguchimiz. O kechida har hikmetlik emir ayrıldı. Bu biz tarafdan bo'lgan emir. Şüphesizki biz elçi evet gücümüz. O Rabbingdan bir rahmettir. Şüphesizki o anlap turgucudur, bilip turgucudur. O asmanlarning, zaminning ve o ikisinin arasındaki narsalarning Rabbidir. Eğer hakiki işindiğen bolsanglar, onundan başka hiç ilah yoktur. O öldürdü, tirildirdi. O sizlarning mo Rabbinglardır. Burunqi atı boğullarning mo Rabbidir. Belki ular şübhe içinde oynamadıdır. Muhammed asman aşkara tütün keltirdiğin gününü kütkin. O tütün insanlarını urvaladı. O elemlik azaptır. O gün ular Rabbimiz bizden azapını kütürüp etkin. Biz hakikaten işin güçlerimizdeydi. Ular kandak mı ibret alsın. Halbuki ulağa aşkar elçi geldi. Ular o elçiden yüz öğrüdü ve bu ügütülgen cin çaplaşıvagan bir adamdır dedi. Biz azapni azgını vakit kütürvetimiz. Sizler burunqi halatınglar qaytsizlar. Biz qattiq tutulgan künde çokum intiqam alimiz. Şüphesiz ki biz bulardan ilgiri Firavunning qavmini sınıgan idik. Ulağa hürmetlik bir elçi kelgen idi. Elçi ulağa Allah'ның bendilerini bana tavşırıp biringlar. Men sizlarga evatilgan ishonchlik elchiman. Allohga takabburlik qilmanglar. Bu yerda bir izohat bor ekan qadirli qarindoshlar. 368-ci izohatni Duhan suresi Mekke'de nazil bo'lgan 59 oyatlik suraninki 5-oyatiga. Bu biz tarafdan bo'lgan emir. Şüphesizki biz elçi evet gücümüz degenge biripti.
Yani biz tarafdan bo'lgan emir degani, yani o kechida Allah tarafından hüküm kılıngan ve emir kılıngan her iş ayrıldı. Yoki Allah'ın hikmeti taqozo qilgan her iş Allah'ın emri bilen ayrıldı. Depti qadarli qarindoshlar. Şübhesiz ki günahkarlar cehennem azabı içinde mengü kalğuculardır. Ulardan azap yenekletilmeydi. Ular azapның içinde ümitsiz bolğuculardır. Biz ulağa zulüm kılmadık. Lekin ular zalim kişilerdi. Ular cehennemnin küzekçüsüge ey Malik, Rabbim bizni öldürüp işimizi tügessin dep toğlaydı. Küzetçi sile, mengü kalğucular sile deydi. Bu aya ketip qaptı mı? Yo'q. Biz Zuhrufni o'qib bo'lgan Duxon surasini o'qiyotgan qadrli qarindoshlar, aytish jarayonida tamam. Duxon surasi Makka nazmi 59 oyatlik sura, 496-betga keldik. Allohga takabburlik qilmanglar. Men sizlarga ro'shan dalil elib keldi. Sizlarning meni chalmakisa qilishinglardan mening Rabbim, sizlarning Rabbinglar bo'lgan Allohga sig'indim. Agar menga ishonmasanglar, mendan nari turinglar, dedi. Ondan Rabbiga bular gunohkor qavmdir deb duo qildi. Rabbi unga mundaq dedi: "Bandalarimni elib kechida yo'lga chiqqan, ular albatta izinlarga tushidi. Dengizda ichilgan yo'lni öz halati bilan qo'yg'in, ular chuqum g'arq qilinguvchi qo'shindir." Ular nurg'un narsalarni qo'yib ketdi. Bog'larni, buloqlarni, ekinlarni, isil maqomlarni va o'zlari kayf safo surgan ne'matni. Ish ana shundoq bo'ldi. Biz o narsalarni boshqa bir qavmga miros qilib berdik. Ularga osmon va zamin yig'ilmadi. Ularga muhlatmo berilmadi. Biz İsrailni balalarini xorluğucu azapdan qutquzduq. Firavundan. Şübhesizki o zomigar idi. Haddidan aşquchilardan idi. Biz İsrailning balalarini bir ilmga asosan zamondoshlardan ustun qildik. Ularga har birida ochiq imtihon bo'lgan oyatlarni berdik. Şübhesizki bu mushriklar mundaq deydi: Bizning birinchi o'limimizdan boshqa o'lim yo'q. Biz qayta tirildirilmaymiz. Agar rostchil bo'lsanglar, ata-bobolarimizni elib kelinglar. Bular kuchlikmi yoki Tubba qavmi va ulardan burunqilarmi? Biz ularni halok qildik, chunki ular gunohkor edi. Biz osmonni, zaminni va u ikkisining orasidagi narsalarni o'ynash uchun yaratmadik. Biz o ikkisini faqat haq bilan yaratdik. Lekin insonlarning to'lisi bilmaydi. Yaxshi yomonni ayirish kuni ularning hammasining belgilangan vaqtidir. O kun hech bir do'stga hech narsaga esqatmaydi va hech kimga yordam qilinmaydi. Allah merhamet qilgan kishi mustasno. Şübhesizki Allah g'olib kelguchidir, merhamet qilguchidir. Şübhesizki zaqqum daraxti gunohkorlarning tomoqidir. O madan eritmisiga o'xshaydi. Qo'rsaqlarda qaynaydi. Qaynoq suvning qaynig'inidek. O kuni dozoqqa mas'ul farishtalarga mundaq deyiladi: Bu gunohkorni tutib dozoqning o'ttirisiga etinglar. Andin onun beşinin üstüge qaynoq su azabidan tökünglar. Onunga mundaq deyiladi: Tetig'in sen özüngçe kuchlik va ulug' eding. Mana bu senlar shubhalangan narsadir. Shubhasizki taqvodorlar bexatar joyda bo'ladi. Bog'larda va buloqlarning boshlarida. Ular nepiz va qalin ipak kiyimlarni kiyib, bir-biriga qarab o'ltirishidi. Bu mushundaq bo'ladi. Bunun bilen birlikte biz ularga oq tenlik ve shahlo ko'zlik qizlarni hamroh qilib birimiz. Ular o joyda xotirjamlik ichida har mevadan talab qiladi. Ular o joyda o'limni tetmaydi.
dastlabki o'lim mustasno. Alloh ularni do'zax azobidan saqladi. Bular Rabbingning fazlidir. Bu cho'ng baxtga erishishdir. Biz Qur'onni sening tiling bilan osonlashtirdik. Ular aqllarini ishlatgay. O halda kütüp dur, ulamı kütmekte. Kadirli qarindoshlar, Duhan surasini 59 oyatlik Mekkada nazil bo'lgan sura. Yenilam oxiri aqlinglarni ishlatinglar debdi qadirli qarindoshlar. Aqlni ishlatmagan chaqda, aqlni oyoq osti qilsak, Qur'onni tushunmaydi ekanmiz qadirli qarindoshlar. Ya'ni Qur'onni tushunish uchun yana shu aqlni ishlatish kerak ekan, qadirli qarindoshlar. Aqlni oyoq osti qiladigan, aqlni xo'rlaydigan ishni qilmayli. Shayton, iblis bo'lib ketishda aqlni ishlatganlik uchun emas, takabburlik qilganlik uchun, Allohga bo'yin egmaganlik uchun, tövbe qilmaganlik uchun o shayton, iblis bo'ldi, qadirli qarindoshlar, jahannamlik bo'ldi. Odam qanday qildi? O'zining gunohini bildi. Uning degan Allohga tövbe qildi, bosh egdi. Aqlni ishlatdi. Qadirli qarindoshlar, shaytonmi ishlatdi, ammo qanday yerda ishlatish, nimaga ishlatish, o masalasi Qur'onda, ya'ni Qur'onni tushunish uchun aqlni ishlatinglar devotudu, nasihat edish uchun, onun uchun aqlni xo'rlamayli, jinim qarindoshlarım. Allohning o'ziga omonat bo'linglar. Facebook Qur'on halqimiz, Qur'oni Karim va izohlar tarjimasi Enes Alim ustozninki mealidan, biz Uyg'urcha mealdan Zuhruf surasi bilan Duhan surasini birlikda o'rganib o'tdik. Allohning o'ziga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.